avval meni tinch suvlarga olib boradi. Ruhimni yuksaltiradi. O'z haqqi uchun to'g'ri yo'lga yo'naltiradi. Ajal sharpasi vodiysida yursam ham yovuzlikdan cho'chimayman. Chunki sen men bilansan. Sen dushmanlarimga qaramay qarshimda ne'matlarni tayyorlading. Baraka va shafqat umrimning hamma kunlarida menga hamroh bo'lsin. Va men Tangrining uyida ko'p vaqt bo'laman. Ey Xudoyim. Tangri duolarimizni eshitadi. Ha, Linkolnning nomidan. Istig'for tilaganlarning bari kechiriladi. ha. Agar Tangri xohlasa, akang ozod bo'ladi. Ha, albatta. Mabodo kerak bo'lib qolsam, o'sha yerda bo'laman. Hazrat, mana buni akamga berib qo'ya olasizmi? Buni men berganimni bilsa, ko'ngli ko'tarilgan bo'lardi. Ha, berib qo'yaman. Bu narsa onamniki edi. Unga bu bir odamni azobdan xalos qiladi deb ayt. Qilayotgan ishing to'g'rimikin? Endi hammasi Xudoning qo'lida. Жизненный успех создает окружение. Люди, детали, правильность линий, гармоничность форм. Энгелберг. Опыт бесценен. Энгелберг. Окна и двери швейцарского качества. Assalomu alaykum. Barcha musobaqaga xush kelibsiz. Mana birinchi sportchimiz Habibullo Nizomov ilk urinishda tarvuzni chil qilib yubordi. Endi navbat esa g'ishga. G'ishni esa bir harakatyoq qoq markazdan bo'lib yubordi. Qoyil. So'nggi esa bir zarbayoq parcha bo'lib ketdi. Ana endi navbat Atlasbekdan keltirilgan jihozga. Afsus, bunday bo'lishini hech kim kutmagandi. Sportchimizdan yana bir bor urinish. Qani, bu safar Mebelning zarbasiga dosh bera olarmikan? 50 dan ortiq xorijiy va mahalliy brendlar. Atlas Mebel, mustahkam mebel. Mustahkam mebel ekan. Chocotella brendidan yangi mahsulot. Haqiqiy kakao ta'mini his et. Assalomu alaykum. 14-avgust kuni Nukus shahrida Berdax nomidagi drama teatrida Qoraqalpoq dizaynerlari ishtirokida moda ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Taklifnomalarni esa teatr kassalarida olishingiz mumkin bo'ladi. Zo'r TV'da tomosha qiling. Biz Sevinch Mo'minaxonni ham kutib olganmiz va birga suhbat qilganmiz. Bugun qanday gap so'zlardan charchadingiz? Internetga kirishga cho'chib qolganman. Ba'zida xafa bo'lib ketaman, ba'zi bir jurnalistlarga. Shu yurakni qitirlaydigan savollar berib qolishadiki, va uni hamma ko'radi. Nima deyishim kerak? Yomonlaysiz ham. Baribir bizani bog'laydigan o'rtada o'sha sevgimiz mevasi bor. Konsertga borish ham yo'q, to'yga borish ham yo'q. Umuman uydan chiqmay g'alati inson bo'libman. Siz boshqacha deb o'ylovdik, hazilkash ekansiz-ku deb qo'yadi. Hozir yillar davomida endi bosilib qolibsizmi deyshadi. Anor loyihasini tomosha qiling. Barcha siz kutgan savollarga javob berishga qo'ldan kelgancha harakat qiling. Shanba oqshomi Anor loyihasini kuzatib boring.
Kasting vaqti keldi. Farg'ona viloyati uchun 4-kasting 11-avgust soat 9:00 da bo'lib o'tadi. Kastingda ishtirok etuvchilar o'zlari bilan to'ldirilgan anketa, shaxsni tasdiqlovchi hujjatni olib kelishlari shart. Manzil: Farg'ona viloyati Istiqlol stadioni. Professional futbolga yo'llanmani qo'ldan boy bermang.